Bosh og'rig'isiz hayot boshlandi, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Ya, bosh og'rimayaptimi? Mana ko'rdingizmi? Necha kun bo'ldi operatsiya bo'lganingiz? 3-kuni boshingiz taqa-taq. Og'rig'i yo'q, har kuni og'riq bor edi, to'g'rimi? Sog' bo'ling. Davleniya oshmasin, bo'ldi. Xudo xolasa bizga taraf tinch, migren yo'q, xudo xolasa. Xo'p? Sog' bo'ling, yaxshi yoting. Sog' bo'ling. Yakshanba kuni ketasiz, xudo xolasa. Bo'pti. Rahmat. Amin. Yaxshi yoting. Boshqalar? Yaxshi. Kecha bo'ldi ular operatsiya. Kecha bo'ldilar, bugun yaxshi yotdilar, bosh og'rig'i yo'q. To'g'rimi? Hozir operatsiyaga olamiz, ozgina yengillatib beramiz. Kelishdik? Bo'l. Bosh og'rig'isiz hayot boshlandi, xudo xolasa. Sog' bo'ling. Yaxshi. Qanaqa hollar? Ha, o'tgan bo'lganda qildik, yaxshi. Nevrit bor edi bizda, migren bor edi, nevrit bor edi. Bu yoqdagi boshli manbitli og'riqlar ketdimi? Bo'ldi. Mana bugun birinchi kun operatsiyadan keyin xudo xolasa og'riq yo'q. Kuchli og'riq bilan keluvdingiz. Ha? Qoladi hammasi sekin-sekin. Endi post operatsion og'riqlar bo'lib turadi, sekinlik bilan o'tib boradi. Xo'p? Ravshan qanaqa bosh? Zo'r. Kecha operatsiya bo'ldi Ravshan ham. Demak, bugun yaxshi. Yaxshi zo'r. Demak, 3 ta bemorimiz kechagilarni ko'rib chiqyapmiz. Hech kimda bosh og'rig'i kuzatilmayapti, aziz do'stlar. Demak, Ravshan ham xudo xolasa 2-3 kunda choqqilab ketadi. Shahrzodga jo'natamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, yaxshi. Bo'ldi. Operatsiya qilamiz, 1-2 kun qarab beraman, ko'ramiz. Televizor bilan ko'rmas bizaga 2 oy, 3 oy agentlik qilamiz. Telefonda gaplashsangiz ham, unaqa o'ynamaydi, gaplashsangiz ham iloji bo'lsa громкоговоритель qilib, yordam qilib gaplashasiz. Demak, oydan qaysi kun bo'lganlar? Yaxshisiz, xudo xolasa. Bo'ldi, tinch, bosh yaxshi. Turib yurib qo'ymi palates? Yaxshi hammasi. Yaxshi yoting. Yakshanba split olib, dushanba uyga. Sog' bo'ling. Xudo xolasa rahmat. Xo'p, yaxshi yoting. Migren og'rig'ingiz yo'q, to'g'rimi? Bo'ldi. Ular qolgani o'tkinchi xolos. Kelishdik? Endi 3-kuni bo'pti-da, xo'rosh. Ketasizmi uyga? Boraymi? Dushanba kuni bir necha olib tashlaymiz. 3 ta. Точно. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi yoting. Xo'p, bilamiz. Aziz do'stlar, bugun mana o'zingizlar guvohsizlar. 6 ta migren xastaligi bilan bizda davolanayotgan operatsiyadan keyingi bemorlarni ko'rigini o'tkazdik. Barcha bemorlarimiz xudoga shukr og'riqsiz, yaxshi. Kecha bo'lgan 3 ta bemorimiz ham butunlay bosh og'rig'isiz yotishibdi. Barchaligining shifosini bersin, sog' bo'linglar. Migren xurujidan qutulish imkoniyati bor bugungi kunda, esda qolsin. Sog' bo'linglar.